Blackpink, Baby Monster kabi guruhlarning prodyuseri Yangon aslida qanday odam? Teotaeju Voice guruhining sobiq a'zosi Yangon, ya'ni Yang Hyun-suk 1996-yil o'z kompaniyasi YG Entertainment'ga asos soladi. Kompaniya o'z guruhlari bilan tez e'tiborga tushdi. Big Bang, Baby Monster, Blackpink kabi guruhlar unga millionlab foyda olib keladi. Ammo nega muxlislar uni yomon ko'radi? U idollarning qo'shiqlarini faqat arxivda saqlaydi. Kamdan kam qo'shiqlar chiqadi va aynan muxlislar bu guruhning o'sishiga to'sqinlik qilayotgani haqida juda ko'p gapirishadi. Bundan tashqari u idollarda haddan tashqari ideallik talab qiladi va yana hamma bilganiday qattiq jazolar. Ayrim muxlislar aytishicha, Yangonning oilasi haqida g'alati mish-mishlar ham yuradi. Uning xotini ham idol bo'lgan va xotinining guruhi muvaffaqiyatsizlikka uchrashda YG qo'li borligini qaysidir ma'noda tan olgan. Va shunday gap yuradiki, u Blackpink a'zosi Lisaga turmush qurishni taklif qilgan. Lisa esa unga nega hali ham obuna bo'lmading degan. Hazil obuna bo'ling. Lisa unga toshingni ter degan.